2025 yil yakunida ortga nazar solamiz. Bu yil Sof jamoasi uchun tom ma'noda xatolar, tajribalar va yangiliklarga boy yil bo'ldi. Sofuz intellektual mulk bozori yil davomida haqiqiy freelancing platformaga aylandi. 2025-yil platformada 164 mingdan ortiq elektron mahsulotlar sotilib, 10 mingga yaqin Sof mutaxassislariga 1,5 milliard so'mdan ortiq daromad olib keldi. Sofuz nafaqat ilmiy ishlar, balki dizayn, dasturlash, video montaj yo'nalishlarida ham freelancing xizmat ko'rsatishni boshladi. 2834 ta buyurtmalar muvaffaqiyatli yakunlanib, Sof freelancerlar tomonidan xaridorlarga muvaffaqiyatli topshirildi. Bundan tashqari, Sofuz O'zbekistonda top startaplar qatorida 20 dan ortiq taqdimotlarda faol qatnashdi va 2025-yil may oyida Aloha Ventures fondi tomonidan platformaga 50 ming AQSh dollar miqdorida investitsiya kiritildi. Bular yosh va mahalliy bo'lgan freelancing platforma uchun kichik natija emas. 2025-yil Sofuzda bilim qiymatga aylandi. Sof jamoasining yana bir muvaffaqiyatli loyihasi Sof CRM ham bu yil katta natijalarga erishdi. 2025-yil 200 dan ortiq o'quv markazlari Sof CRM orqali ish jarayonini to'liq avtomatlashtirishga erishdi. Buning natijasida bu markazlarda yillik o'sish 266% ni tashkil etdi. Jamoamiz asosiy maqsadlarimiz bo'lgan vaqtni tejash, boshqaruvni osonlashtirish, o'quv markazlarini to'g'ri tizimlashtirishda muhim qadamlar qo'ydi. Xususan, Sof CRM O'zbekistonda top darajadagi platformaga aylandi. Yoshlar ishlar agentligi bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi va yirik forumlarda ishtirok etdi. Bugungi kunda hattoki uzoq viloyatlarda joylashgan o'quv markazlari ham Sof CRM ni tanlashmoqda. 2026-yilda Sof CRM yanada yangi hamkorliklar va yanada rivojlanishga tayyor. Bu hali hammasi emas. Sof Study jamoamizda ham turli yangiliklar qilishga ulgurdik. Xususan, Sof Study o'quv markazimiz kiberxavfsizlik yo'nalishida ta'lim berishni boshladi. Dasturlash, kiberxavfsizlik, kompyuter asoslarida onlayn va offlayn darslar olib borilib, bitiruvchilarimizning 85% ishga kirishga muvaffaq bo'ldi. Bu natijalar Sof Study markazimizning mehnatsevar ustozlari va administrativ jamoaning ajoyib yutug'idir. 2025-yilni yakunlar ekanmiz. Kelgusida ta'lim markazlari ish faoliyati zarur bo'lgan innovatsion loyihalarni yaratish va bu orqali O'zbekiston ta'lim sohasiga katta hissa qo'shishni maqsad qildik. Sofuz freelancing platformamiz orqali O'zbekistonda onlayn ishlash imkoniyatini kengaytirish va O'rta Osiyo bozoriga platformamizni taqdim qilishni maqsad qildik. Men Sof brendi asoschisi va Sof jamoasi a'zosi sifatida bular hali boshlang'ich natijalar ekanligini ta'kidlamoqchiman. Va shu o'rinda har qadamda bizni qo'llab-quvvatlayotgan, rivojlanishga o'z hissasini qo'shayotgan barchaga minnatdorchiligimizni bildiramiz. 2026-yil yangi marralarda ko'rishguncha